Nima bo'ldi aka? Otamra. Og'rib ketdi-ku. Nima bo'ldi aka? Sizga ikkita messenjer qildim, to'g'ri bo'lishi mumkin emas aka. Tishim og'rimayapti, oyog'ingizni oling, qo'lim og'riyapti. Musofirning noni shirin, azobi yashirin degan gap bejizga emas. Bekorga bolalar musofir deb baqirvermayapti. Mayli, gapni postkalasidan boshlayman. Sababi sizlar unjim-jimasizlar. Moskvadagi musofir birodarlar, sizlarga konkret vrach stomatolog Rahmatulloh Habibullayevni tavsiya qilmoqchiman. Nimaga desanglar, birinchidan aka o'zbeklar bemalol muammoingizni tushuntira olasiz. Ikkinchidan yana aka o'zbeklar, doktor sal kelishtirib bering, endi bilasiz, musofirchilikda o'zi bo'lmayapti desanglar bo'ladi. Bu albatta hazil emas. Agar rostdan men nomimdan borib, Jaydar kelindan ko'rib keldim desanglar, skidka qilib beradilar. Ammo odamni uyaltirib, nasihat qilib turing, oylikdan kelishib ketaman demayli, uyalib qolaman. Shundoq ham vrachchi o'zlari senim, shuncha musofir sizni kuzatar ekan, mayli foydam tegsa xursandman, obunachilaringizni joni og'rimasin. Ammo Moskvada stomatolog izlab yonimga kelishsa, qo'limdan kelgancha xizmat ko'rsatib yordam beraman dedilar. Xullas, kimga stomatolog, ya'ni o'zbekchasiga tish doktori kerak bo'lsa, marhamat.